Vespa tipliga aynan skuter olishni istaysizmi? Aynan bu skuterimiz tezligi 22, motor quvvati esa 240 watt. Qonun doirasi bo'yicha bu skuterimiz aslo nomer hamda prava shart emas. Qonun doirasi bo'yicha albatta bu skuterimizda 14 razmerli yumshoq balonlar, orqalarda bachoylari hamda cho'ntaychalari bor. Skuterimizda bir zaryadi bilan 40 kilometrdan 60-70 kilometrgacha bemalol yo'l yursangiz bo'ladi. Skuterimiz qulayliklari nihoyatda katta akkumulyator, ya'ni 22 hamda 20 amperli akkumulyatordan 4 dona qo'yilgan. Skuterimiz narxini esa videoda oxirida aytamiz. Shu skuterimizni oddiy velosipeddan sekin degan odamlar uchun 40 kilometrgacha payga o'ynaveramiz. Skuterimizni olib berishdan. Akalar, aynan bu skuterimiz 22 tezligi qaramasdan aynan moshina tezligidan yoki odatiy skuterlardan ko'ra velosipedlardan ko'ra tezroq bo'ladi. Aynan bu skuterimizda diska kalit, eng qizig'i svetlari, xameleon svetlardan bo'ladi. Cho'ntaklari hamda 14 yumshoq balonlarda. Skuterimizni sizlar olishlaring uchun narxini esa $270. Shu komplekt holati, telefonga zaryad postavka, orqa bachoylari bor, masofadan boshqarish pulti. Aynan bachoyi yo'q varianti esa $250. Akkumulyator kichkinasi, kichkina amperligi esa $200 ga xarid qilsangiz bo'ladi. Skuteringizdan uzoqlashmang. Bizdan sotilgan har bitta skuterga 3 oy motoriga garantiya hamda servislardan yozib beramiz. Jonlaring sog' bo'lsin.